Zimiston torining 15-iyuldagi xabarida Xitoyning yig'ilish lagerlaridagi Uyg'ur mahbuslarning o'qish bitirdi degan nom bilan zavodlarga majburiy emgakka avatilayotganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatning qo'rchoq raisi Shuhrat Zakir o'tgan yili iyulda yig'ilish lageridagi kishilarning 90%ning qo'yib berilganligini va o'rgangan kasbiy bilimlari bilan o'zi xohlagan ishlarni topa oladiganligini aytgan edi. Lekin rayondan erishgan uchurlar bu kishilarning amaliyotda erkin emasligini, turli zavod va to'qimchilik fabrikalarida qul o'rnida ishlatiladiganligi, har bir harakatining qattiq nazorat qilinadiganligi o'ttirg'i chiqdi. Xitoyga iqtisodiy manfaat yaratishning yana bir yo'li bo'lgan majburiy emgak lagerlari haqida Sharq Turkiston vaziyatidan xabardor bir kishining Zimiston to'rg'i deyishicha, 2019-yildan buyon Qashqar Yengishardagi yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'ur yoshlar yaqin atrofdagi to'qimchilik fabrikalari, elektronlik uskunlar zavodi, ichimlik zavodi va boshqa zavodlarga avatilgan bo'lib, hali ham 800 dak kishi lagerda tutib turilmoqda ekan. İstanbulning Yevropa yoqasiga joylashgan Aminunidan Osiyo yoqasiga joylashgan Üsküdarga boradigan paraxod portida gap talashib qolgan bir Uyg'ur ayolga hujum qilgan ayol haqida qasddan odam yaralantirish jinoyati bilan da'vo ochilganligi bildirildi. Ilgilanishicha 17-iyul İstanbulda bir ayol portga kirish eg'izida ücret oldida turgan Uyg'ur ayolni osti mangding degan bahona bilan haqorat qilgan va davlatingga ket degan. Texmi yomon bo'g'ini u ayol yuqoridan sakrab kelib Uyg'ur ayolni tepgan. Voqea ommaviy taratqularda tarqalgandan keyin zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, nurg'un shaxs va tashkilotlar hujum qilgan ayolni tutib jazolash kerak deb qaragan. İstanbul bosh taftish mahkamasining bu ayol haqida qasddan odam yaralantirish jinoyati bilan tekshirish olib berayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligi haqidagi ayblashlarning Xitoy iqtisodiga ziyon yetkazganligini o'ttirg'i qo'ydi. Xitoy Savdo ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotda Amerikaning Uyg'urlar haqidagi tadbirlari orqali Xitoyning ichki ishiga aralashganligi aytilgan bo'lib, Amerikaning harakatining Xitoyning xalqaro ta'minlash zanjiriga ziyon yetkazganligi ilgari surilgan. Bayonotda Amerikadan bu harakatlarni to'xtatish talab qilingan bo'lib, buning Xitoyga emas, balki Amerika va dunyo miqyosida salbiy natija keltirib chiqarilganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Walmart, Alma va Amazon qatorliqlarni o'z ichiga olgan nurg'un cho'ng shirkatlarni Xitoyning Sharq Turkistonda kishilik huquq tajovuzchiligi olib berayotganligi haqida ogohlantirgan. Uningdan burun Avstraliya strategik siyosat instituti e'lon qilgan bir dokladda 2017-yildan 2019-yilgacha 80 mingdan ortiq Uyg'urning Alma, Huawei, Nike va Dell qatorliq 83 xalqaro shirkatning Xitoydagi ta'minlash zanjiri bo'lgan zavodlarda majburiy emgak silinayotganligi, ulardan ba'zilarining bevosita yig'ilish lageridan elib kelingan kishilar ekanligi o'ttirg'i qo'yilgan. Kanadada tayyorlangan bir dokladda Xitoy va Eron Wuhan virusi yuqumining tarqalishiga mas'ul bo'lish kerak deyilgan. Xitoy virusi yuqumi va uning yoshirilishida mustabid hokimiyatlarning mas'uliyati nomli dokladda Xitoy va Eronning Wuhan virusi yuqumini yoshirganligi uchun javobgarlikka tortilish kerakligi o'ttirg'i qo'yilgan. Dokladda bu ahvol yanada tadqiqot bosqichida bo'lsa-mu, ammo Xitoy va Eron hokimiyatlarining har ikkisining yuqumning isbotini xalqliq dastlabki kunlarda yoshirganligi, shundaqla ommaning salomatligi va bexatarligi badaliga huquq yoki muqimlikni saqlab qolishni tanlaganligini isbotlaydigan kuchli paketlar bor. Bu ikki davlat virusni qasddan doklad qilmaslik, yuqumning doirasini xalqaro jamiyat va fuqarolardan yoshirish va ommaviy sog'lomlikni qo'g'dash uchun uchur oshkorlaganlarni jimiqtirishni davomlashtirdi deyilgan. Dokladda Kanada va boshqa hukumatlarning Xitoy va Eronning mas'uliyatini surish qiladigan qonuniy choralari borligi, hukumatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari, Dunyo sahiyat tashkiloti bosh idorasi, Xalqaro jinoiy ishlar sudi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi qatorliq xalqaro tashkilotlarga arzi sunib, Xitoy va Eronni jazolash kerakligi ko'rsatilgan.
Italiya bosh ministri Giuseppe Conte Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'inida Wuhan virusining ta'siridan qutqizish programmasi va 2021-yildan 2027-yilgacha bo'lgan xamchut muzokaralarining faolash holiga tushib qolganligini aytdi. Italiya bosh ministri Giuseppe Conte o'zining Facebook hisobidagi sinliq uchuri ambahirlash orqali boshliqlar yig'ini haqida ma'lumot berdi. Conte Bruselda 2 kundan beri davomlashayotgan boshliqlar yig'ini tasavvurdagidan qiyin bo'ldi dedi. A'zo davlatlar orasida Yevropa ittifoqi komiteti o'tirg'i qo'ygan 750 milliard yevroluk asliga keltirish programmasining ko'lami, uningdagi yordam va qarzning miqdori va ularni kontrol qilish mexanizmi to'g'risida zo'r ixtiloflar bor.